qanaqadir vaqt o'tgandan keyin o'sha pornografiyaga o'zi o'rganib qoladi. O'sha pornografiya ham shunchalik kuchli unga ehtiros bermaydigan bo'lib qo'ying. Bunaqa savol ham juda ko'p. Endi aytadigan bo'lsak, birinchi bo'lib o'sha masturbatsiya to'g'risida yana qaytishga to'g'ri keladi. Siz o'sha kino ko'rgan paytingizda sizda ehtiros juda kuchli bo'lgani uchun juda ham o'zi asosan hayotda bunaqa holat uchramaydi. Shuning uchun o'sha birinchi o'sha ta'sirotingizdan sizda juda kuchli o'sha bezlarni, muskullarni qisqarishi hisobiga katta nafordan shunaqa otgan bo'lishi mumkin. Keyinchalik o'sha aytamiz, odam hamma narsaga darrov ko'nikib boradi. Mana o'sha narkoman ham bitta dozasiga ko'nikib, keyin sekin dozani ochilmasa o'sha unga qoniqtirish bermagandan keyin o'sha pornografiyani ko'rgan odam ham o'sha ko'rgan pornografiyani ko'rsa unga o'zi hech qanaqa ehtiros bermaydi. Yana yangisini ko'rishga harakat qiladi. Qanaqadir vaqt o'tgandan keyin o'sha pornografiyaga o'zi o'rganib qoladi. O'sha pornografiya ham shunchalik kuchli unga ehtiros bermaydigan bo'lib qoladi. Ayniqsa uylangandan keyin mana juda ko'p yigitlarimiz o'sha ayoliga qo'shila olmaydi, boshqa qila olmaydi, yig'lab kelishadi, qon yig'lab. Shunaqa narsalarni oldini olish uchun birinchi bo'lib o'sha harom narsalarni o'zi qilish kerak emas. Porno ko'rib masturbatsiya qilish aytilgan eng katta ham gunoh, ham tibbiyot tomonidan bu sizga katta ziyon yetkazadigan narsa. Endi masalan otishi o'sha sekin bo'lib qolgan bo'lsa, yaxshi otmayotgan bo'lsa, buni sababi bir nechta. O'sha sizda qattiq ehtiros bo'lgan paytda o'sha pufakchalashib ketgan bo'ladi. Ular keyin o'zi tonuslarini yo'qotadi va uning ichida siqilib qoladi, dimiqib qoladi suyuqlik. Shuning uchun o'zi qattiq otib bera olmaydi. O'sha pornografiya sizga o'sha birinchi ko'rgan vaqtingizdagi, oldingdagi sizga o'sha yaxshi kuchli ehtiros bermaydi. Shuning uchun sizda shunaqa holat bo'ladi. Endi buni nima qilish kerak deydigan bo'lsa, maslahatim o'sha ko'rigimizga keling, bir tekshirish